Fayzullayev va Shomurodovning gollari g'alabani ta'minladi. Turkiya chempionatining navbatdagi turida o'zbekistonlik futbolchilar Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov Istanbulning Başakşehir jamoasi safida muhim rol o'ynab, Kasimpasha ustidan 3-1 hisobda g'alaba qozonishdi. Har ikki futbolchi mezbonlar darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. O'yin boshidan Başakşehir tashabbusni o'z qo'liga olib, qanotlardan faol hujumlar uyushtirdi. 26-daqiqada Abbosbek Fayzullayev jarima maydonidan to'pni egallab, aniq zarba bilan hisobni ochdi. 0-1. Mezbonlar qarshi hujumlar uyushtirishga harakat qilishdi, ammo Başakşehir himoyada mustahkam o'ynab, hujumlarni qaytarib oldi. Bir nechta keskin to'qnashuvlardan so'ng bir qator futbolchilarga ogohlantirish kartochkalari berildi. Ikkinchi bo'limda ham mehmonlar o'z bosimini davom ettirdi. 49-daqiqada Amin Arif jarima maydoni ichida to'pni qabul qilib, uzoq burchakka zarba berdi. 0-2. Eldor Shomurodov chap qanotda faol o'ynab, hujumlarga ko'maklashdi va to'pni nazorat qilishga yordam berdi. Abbosbek Fayzullayev ham samarali o'yin ko'rsatib, 78-daqiqada zaxiraga olindi. 79-daqiqada mezbonlar hisobni qisqartirdi. Diabeta aniq uzatma amalga oshirdi va Arus darvozani ishg'ol qildi. 1-2. Biroq Kasimpashaning umidlari uzaymadi. O'yinga qo'shib berilgan vaqtda 97-daqiqada Eldor Shomurodov jarima maydonida to'pni qabul qilib, darvozabonni dog'da qoldirdi va yakuniy hisobni o'rnatdi. 1-3. Oldinroq mezbon futbolchilardan biri qo'pol o'yin uchun ogohlantirish olgan edi. Bu esa maydondagi muhitni yanada keskinlashtirdi. O'zbekistonlik futbolchilar Fayzullayev va Shomurodovning samarali harakatlari Başakşehirning muhim g'alabasini ta'minladi.